Assalomu alaykum. Mavzu Gimkit platformasi haqida. Xo'sh, bizning rejalarimiz Gimkit platformasining mazmuni va ahamiyati. Gimkitning funksiyalari, afzalliklari va kamchiliklari. Gimkit platformasining ta'limdagi o'rni. Gimkit bu internet orqali ishlaydigan interaktiv ta'lim platformasi bo'lib, savol-javoblar asosida tashkil etiladi. U test, viktorina va o'yin elementlarini birlashtirib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Gimkit platformasining yaralish tarixi. Gimkit platformasi 2017-yilda yaratilgan. Uni oddiy o'quvchi tomonidan ishlab chiqilgani platformaning eng muhim jihatlaridan biridir. Dastur ta'limdagi zerikarli testlarni qiziqarli va samarali qilish maqsadida yaratilgan. Gimkitning asosiy maqsadi o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, mavzularni takrorlash jarayonini yengillashtirish va dars jarayonida faol ishtirokni ta'minlashdan iborat. Gimkitning ishlash tartibi. O'qituvchi platformaga kirib, kerakli savollarni kiritadi yoki tayyor savollardan foydalanadi. So'ngra o'yin kodi yaratiladi. O'quvchilar ushbu kod orqali o'yinga ulanib, savollarga javob beradi. O'yin mexanizmi. Har bir to'g'ri javob uchun o'quvchi virtual pul yoki ball oladi. Bu ballar orqali o'yinda turli imkoniyatlar ochiladi. Noto'g'ri javoblar esa ballning kamayishiga olib keladi. O'yin rejimlari. Gimkit platformasida bir nechta o'yin rejimlari mavjud. Individual rejimda o'quvchi mustaqil ishlaydi. Jamoaviy rejimda esa hamkorlik va jamoa ruhi shakllanadi. Uyda vazifa rejimi darsdan tashqari foydalanish uchun qulay. Gimkitning afzalliklari. Gimkit platformasida interaktivligi bilan ajralib turadi. U o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, dars jarayonini jonlantiradi va raqobat muhitini yaratadi. Uning kamchiliklari haqida so'z yuritsak, platforma internet tarmog'isiz ishlamaydi. Shuningdek, interfetsiyasi asosan ingliz tilida bo'lgani sababli ayrim o'quvchilarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Uning fanlarda qo'llanilishi. Gimkit platformasida informatika, matematika, chet tillari, biologiya, tarix kabi fanlarda foydalanish mumkin. Savol-javob asosida o'tiladigan barcha fanlarga mos keladi. O'quvchilar uchun foydasi. O'quvchilar darsda faol bo'ladi, bilimlari mustahkamlaydi, mustaqil fikrlashni o'rganadi va o'yin orqali bilim olishga qiziqadi. O'qituvchilar uchun imkoniyatlar. O'qituvchilar Gimkit orqali darsni samarali rejalashtirishi, o'quvchilar bilimini tez va aniq baholashi hamda natijalarni tahlil qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Gimkit platformasi zamonaviy ta'limdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, darslarni qiziqarli va samarali tashkil etishda katta yordam beradi.